Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan 23-mavzu logarifmlar mavzusini o'tamiz, ya'ni hisoblashga doir misollar. Yaxshilab qaraymiz, har bitta misolni ishlab beraman. Yaxshilab e'tibor beramiz. Demak, o'zi hech qanday qoidasini o'rgatmayman men. Prosta misoldan kelib chiqib qoidani shu joyda o'rgatib ketaveraman. Joy-joyida, tushunarlimi? Xo'p, birinchi misolimiz o'zi nima degan? Juda oson. Tenglik to'g'riligini tekshiring degan. Xo'p, mana bu narsani o'ylamay turasizlar, yo'q deb turamiz. O'zi logarifm 2 asosga ko'ra 16 degani har doim mana bu 16 2 ning qaysi darajasi degan. 16 2 ning qaysi darajasi? 4-chi. Shuning uchun buni javobi 4 chiqadi. Mana bu yerda ham 4 chiqqan ekan. Tenglik to'g'rimi, noto'g'rimi? To'g'ri, tushundikmi? Demak, to'g'ri bo'ladi. Xo'p. Keyingisi. Tushundiga hozir. Mana bunisini yo'q deb tasavvur qilamiz. Mana buni yo'q deb tasavvur qilamiz. Mana bu logarifm 3 ga ko'ra 1/27. Savol: 1/27 3ning qaysi darajasi? -3-chisi. Tenglik to'g'rimi? Mana ketdi. Sekinroq tushuntirayman. Tushunyapsizlarmi yo'qmi? Tushunmayapsizmi? Tushunyapsizmi? Savollar bo'lsa berib ketaveramiz mana. Keyingisi ham xuddi shunaqa. Logarifm 1/2 asos ko'ra 1/8. Mana bu asos deyiladi, mana bu ko'rsatkich deyiladi. 1/8 1/2 ning qaysi darajasi? 3-chisi, to'g'rimi? To'g'ri ekan. Keyingisi logarifm 1/5 asos ko'ra 125. -3-chisi, to'g'rimi? Mana bu 125 1/5 nechinchi darajasi? -3-chisi, to'g'rimi yo tekshirib beraymi? To'g'ri. Demak, tenglik to'g'ri ekan. Tushunyapsizmi? Keyingi misolimiz mana. Logarifm 7 asos ko'ra 7. 7 ning qaysi darajasi? Birinchisi mana ketdi. Tushundikmi? Endi bitta narsa, agar mana bu yerda har doim 1 kelsa borku 0 chiqadi javob. Chunki 1/3 ning 1/3 ning qaysi darajasi? 0-chisida. Mana 1 ni 1/3 ning 0-chisi-ku bu. 1 chiqaradi. Shuning uchun mana bu joyiga 0 kelyapti bizga. Xullas, logarifm a asos ko'ra 1 kelsa har doim a qanaqa son bo'lishdan qat'iy nazar javobi har doim 0 chiqadi. Yetib bordimi? Savollar? Yo'qmi? Keyingisi. 256 4 qaysi darajasi? 4 4-chisi. Demak, javob 4 chiqyapti. Yetib bordimi? Yaxshi. Keyingisi 0.2. Buni mana bunday qilib yozib. Endi sal chalkashlar berganda 0.2 ni sizlar 1/5 desak, haqiqatan 25 1/5 ni -2-chisi, to'g'ri? 25 o'rniga 0 bo'lishi mumkin emas hech qachon. Hal u qoidalarni ham tushuntirib ketaman joy-joyiga. Hozir mana bularni sekin-sekin tushuntirib ketaman. Tushunyapsizlarmi? Nimaligini tushunyapsiz? Mana keyingisini bunday qilib ishlaymiz, bolalar, qaranglar. Keyingisini bunday qilamiz. 8 ko'paygan ildizosi 2, 2 ning qaysi darajaligini bilishim uchun men 8 ni 2 ni kubi deyman. Mana bu 2 ni 1/2 deyman. Demak, 2 ni 3/1/2 darajasimikan? Mana bu narsa 2 ning qaysi darajasi ekan? 3/1/2. Ya'ni bu degani 3,5 deganimi? To'g'ri kelyaptimi? Yetib bordimi yo'qmi? Qarangiz. Tushunmadingizmi? Tushundingizmi? Yoki bunday narsa. Logarifm a asos ko'ra a ning qiymati 1 ga tengligini bilasizlarmi yo'qmi? 1 ga tengligini bilasizlar? Logarifm a asos ko'ra a ning kvadrati bo'lsa, buni javob 2 ga tengligini bilasizlarmi? Ya'ni mana bu 2 oldiga tushib keladi. Shunda 2 ko'paygan logarifm 2 asos a asos ko'ra a bo'ladi. Shuning buni qiymati 1 bo'lgani uchun 1 × 2 2 bo'ladi. Yoki xullas a kvadrat a ning nechinchi darajasi? 2-chisi bo'lgani uchun javob 2 kelib chiqadi. Xullas mana bu yerda ham biza logarifm 2 asos ko'ra 2 ning 3,5 darajasi bu 3,5 ga teng bo'layotganligini tushuntirmoqchiman-da men.
Mana bu daraja necha bo'lsa, bu yoqqa javob ham shu bo'ladi. Ya'ni 3,5 oldiga tushib keladi deslaring bo'ldi, javob to'g'ri bo'ladi. 3,5 oldiga chiqib kelib, logaritm 2/2 bu 1 ga teng bo'ladi, 3,5 ni 1 ga ko'paytirsak 3,5 bo'ladi. Xo'p, keyingisini ham yana yaxshiroq tushuntiray. Keyingi qoida. Mana bunaqa narsa bor. Agar L ga keladi-ku, L ga qanaqadir T keladi. Bu o'zi aslida logaritm 10 asosga ko'ra T degan. Ya'ni mana bu yerda ko'rinmaydigan 10 bor degan. Shunaqa sonlar ikkita, bittasi ln bor keyin. Bu logaritm y asosga ko'ra T degan. Y ning qiymati taxminiy qiymat 2,71 ga teng. Ikkita sonimiz bor. L ga kelishi mumkin, ln kelishi mumkin. Yozib ketaverasizlar. Endi mana shu vaziyatda bu L ga degani logaritm 10 asosga ko'ra 10 ko'paygan 5 ildiz osti 10 degan. Endi shunda bu logaritm 10 asosga ko'ra 10 da birinchisi ko'paygan 10 da nima darajasi 1/5-si. Shunda bu logaritm 10 asosga ko'ra 10 da 1/1/5 darajasi bo'ladimi? Bu javobi nima chiqaradi? Tepadagi darajani o'zimi 1 nima ekan? 1/5 degani nima degani? 1/2 deganimi? Mana bundan to'g'ri bo'lyapti. Darajasini aniqlab oldiga tushirib qo'yamiz. Tushundikmi? Tushunmayapsizlarmi? Aytinglar agar qiyinroq tushuntirayotgan bo'lsa. Mana bu qoidanim L ga keladi borku, 10 asosga ko'ra T degan, L ga kelsa 10 degan asosda. Ln kelsa aslida Y degan. Y ning qiymati 2,71, taxminiy qiymat. Xuddi P ga o'xshagan son bu. T luboy narsa kelishi mumkin demoqchiman. T nima bo'lishidan qat'iy nazar Y kelsa, ln kelsa, ln kelsa, Y si bor deb tasavvur qilasiz. L ga kelsa pastda 10 bor deb tasavvur qilasiz. Tushundingizmi? Yana savol bo'lsa bering agar. Kimda savoli bor yana? Mana shundaymi? Qarang. Mana bu L ga 10 asosiga ko'ra 10 ko'paygan 5 ildiz osti 10 deyapti, to'g'rimi? Mana bu sonning qaysi darajaligini bilishimiz uchun bu 10 da umumiy darajasi keltira olishimiz kerak. 10 da birinchisi degani bu. Bunisi 10 da 1/5 degani, to'g'rimi? Ikkala asos darajalar qo'shiladi-da 10 da 1/1/5 bo'ladimi? Mana bu son buning qaysi darajaligini topish uchun men tepasiga yozib qo'yib qaysi darajaligini. Mana 1/1/5 ekan. 1/1/5 degani 1/2 degani. Yana tushunyapsiz? Tushundingizmi? Yana kimda savol bor? Savollar yo'qmi hech kimda? Yaxshi, rasmga tushirib olasizlar agar kerak bo'lsa. Tushirib bo'ldingmi? Tashlab qo'yasing ko'pday. Xo'p, keyingisi. Mana boya aytganim, hozirgi narsalarni kelyaptimi? Javob nima chiqadi? Baraka topinglar. Mana bu daraja bor-ku oldiga. Prosta shunday tushib keladi. Tushib keladi. Bu 5 ko'paygan logaritm 2 asosga ko'ra 2 deganman. Shu joyda mayli qoidani yozib ketaman. Qoida yozib, formula yozib qo'yinglar, formula. Mana shu joyga yozdirib ketaveraman-da men. Xo'pmi? Logaritm a asosga ko'ra b ni n'inchi darajasi bo'lsa, mana bu n oldiga prosta ko'payish bo'lib tushib keladi. N ko'paygan logaritm a asosga ko'ra b bo'ladi. Formulasi. Ana shu formulani yozib qo'yasizlar, oldiga yozib qo'yinglar kulchovoy joyiga formulasini. Misol ham shunga mos keladi. Mana bu 5 ni oldiga tushirib olasizlar. 5 ko'paygan logaritm 2 asosga ko'ra 2 bo'ladi. Logaritm 2 asosga ko'ra 2 ni qiymati nechaga teng edi? 1 ga tengligi uchun mana buning qiymati 5 kara 1, bu biz bunda nimani beradi? 5 ni beradi. Tushundikmi yo'q? Ana shu formuladan ishlatdik. Endi keyingisi. Keyingi ham hozirgi formulaga tushadimi? Javob nima bo'ladi? To'g'ri bo'ladi. Yaxshi, baraka toping. Keyingisining javobi baraka toping. Keyingisi -3. Keyingisini bilmaymiz-a? Bunday qilamiz. Bilmasak bunday qilamiz. Qarang. Logaritm 2 asosga ko'ra bu 125 taqsimda 1000 deganimi? Endi bunda shunda biz 2 asosga ko'ra 125 taqsimda 1 taqsimda 8. Demak bu logaritm 2 asosga ko'ra 2 ni minus 3-si. Javob minusda 3 ekan. Ana tushundikmi yo'qmi? Yetib bordimi? Savollar yo'qmi? Qarangiz, yo'qmi?
Keyingisi. Mana. Bunday qilamiz. Xo'p. Bu 64. 4 ni, 1 taqsim 4 ning nechinchi darajasi? Minus 3-chi. Demak, javob nima bo'lar ekan? Minus 3 bo'ladi. Keyingisi. Buni ham javobi minus necha ekan? 3 ekanda, minus 3 ekanda buniki. To'g'rimi? O'zi aslida bu demak 125 degani 5 ni minus 3-chi degani-ku. Shunda 3 oldiga tushib keladi-da, javobi minus 3 bo'ladi. Keyingisi. Boya aytdim, ln keladi dedimmi? Keldimi? Logaritm y asosiga ko'ra y ni 1 taqsim 2 darajasi. Mana 1 taqsim 2 oldiga tushib keladimi? 1 taqsim 2 logaritm y asosiga ko'ra y degani nima degani? 1 degani 1 karra 1 taqsim 2 nimani beradi? 1 ni beradi. Uzr. Sanab ko'rdim sizlarni. 1 taqsim 2 ni beradi. Tushunarlimi? Savollar? Yo'qmi? Yaxshi, keyingisi. Xo'p, 20. Logaritm 49 asosiga ko'ra 7 bo'lsa, biz buni yangi qoida formula yozamiz. Formula. Logaritm a asosiga ko'ra m ning b darajasi bo'lsa, mana bu jigarlar, mana b bor-ku, mana m bor-ku, oldiga 1 taqsim m bo'lib tushib keladi. Mana. Formulasi shunaqa. Agar mana bu daraja nima bo'lsa, oldiga 1 taqsim bo'lib tushib keladi. Shuning uchun biz logaritm 7 bu 7 ni kvadratimi? Shunda aytdim men. Nima dedim men? Mana bu 2 oldiga 1 taqsim 2 bo'lib tushib keladi. Logaritm 7 asiga ko'ra 7. Nimaga teng bu? 1 ga teng. Javob nima bo'lar ekan? Taqsim. Tushundikmi? Formulasini yozib qo'yamiz. Formulani. Ya endi b boshqa son bo'lishi kerak-da endi. Umumiy formulasi shu. Ya umumiy formulasi shu. Umumiy formulasi shu. Tushundingmi? Shuning uchun men buni yozyapman-da qaytadan logaritm 2 asiga ko'ra 2 nima deb. Har xil son, to'g'ri. Al bu o'zgarmaydi-ku, jigar. Mana qara, eshit. Logaritm 8 asiga ko'ra 7 bo'ldi, misol uchun. Bu degani logaritm 2 ning kubi 7 deganimi? 3 oldiga nima bo'lib chiqib keladi dedim? 1 taqsim 3 logaritm 2 asiga ko'ra 7 bo'lib qolaveradi bu. Tushundingmi? Tushundingmi? Bo'ldi. Mana shunday bo'lib qolaveradi. Qisqarib ketganligi uchun boya 7 bo'lib 1 bo'lgani uchun 1 taqsim 3 chiqib kelyapmiz. Aslida. Tushunyapsizmi? Yaxshi, keyingisi. 6 ligi aniq. To'g'rimi? Keyingisi. Yangi formula yozamiz. Logaritm a ni n'inchisi, m'inchisi, b ni n'inchisi bo'lsa, sizlar buni endi shuni oldiga olib tushasizlar. Mana buni teskari qilib olib tushamiz. Ya'ni n taqsim m logaritm a asosiga ko'ra b. Ana shu formula orqali ishlaymiz. Endi bunday qilamiz. Logaritm 4 2 ni qaysi darajasi? 2 ni ikkinchisi. 1 taqsim 8 2 ni qaysi darajasi? Minus 3-chi. Shunda minus 3 ni oldiga prosta suratiga yozamiz. Mahrajiga esa 2 ni yozib qo'yamiz. Logaritm 2 asiga ko'ra 2 qolaveradi. 2 asiga ko'ra 2 nimani beradi? 1 ni beradimi? Shunda javob nima ekan? Minus 3 taqsimda 2 ekan. Yetib bordimi? Mana bu oldiga tushib keladi, uni tepaga o'tib ketadi. Surat formula shunaqa. Keyingisi. 24 kvadrat. Javob 2. Keyingisi. Mana bunday qilamiz. Qaranglar, shoshmang. Sizlar shoshmang. Logaritm
Bu 11 ni nima darajasi? 1 taqsim 2. Bu 11 ni minus 1-inchisi. Bu oldiga minus 1 bo'lib tushib keladi. Bu 1 taqsim bo'lib tushib keladi. 1 taqsim degan bunday qarang. Minus 1 suratda turadi. Mahrajdachi 1 taqsimda necha? 2 turadimi? Logaritm 11 asosga ko'ra 11. Bu nima degani? 1 degani. Mana bu 2 tepaga nima bo'lib ketadi? Ko'payishib ketsa javob nima bo'ladi ekan? Yetib bordimi yo'q? Yetib bordimi hammaga? Tushunarlimi? Yaxshi. Keyingisi 25. Xo'p. Logaritm bu oson ekan. Mana 1 taqsim 81, bu 1 taqsim 9 ni kvadrati. 1 taqsim 9. Demak, 2 oldiga nima bo'ladi? Shuni oldiga o'tib olsa 1 taqsim 2 logaritm 1 taqsim 9 ga ko'ra 1 taqsim 9 ni qiymati 1 degan, javob 1 taqsimda 2 degan. Tushundingmi? Qara, 2 ku oldiga 1 taqsim 2 bo'lib tushib keladi. Tushundingmi? Odil. Boshing ko'rdi. Ona nima o'qiyapti? Ye. Uydagilar bilan gaplashamizmi deyman, Odilbek? Mana keyingisi qaraymiz. Kvadrat bu degani o'zi logaritm 3/27 ko'paygan logaritm 3/27 degan kvadrat degan. Mana bu kvadrat 27 niki emas. 2 ta degan shunday. Tushundingmi? 2 ta logaritm 3/27 degan. Buni yaqinlashib qo'ysalaring bo'ladi. Umumiy logaritm 3/27 ni qavs kvadrat deb qo'ysalaring ham bo'ladi. Buni javobi nechi? 3 mi? 3 ni kvadrati 9 javob. Yoki mana bundan 3 chiqadi, bundan ham 3 chiqadi, 3 × 3 9 deslaring bo'ladi. Ikkalasi ham bir xil. Logaritm minusga kelishi mumkinmi? Ha. Keldimi birorta? Keldimi? Mana kub kelyapti. Nima qilamiz? 4 bo'ladi, 4 ni kubi 64. Ildiz kelyapti. O'zi 512 nechinchi darajasi? Logaritm 2 asosga 2 ni 9-inchisi. Bundan nima chiqadi? 9, bundan 3 chiqadi. Tushundikmi? Savollar. Yaxshi. Qani o'zimiz ham bir misol ishlaylik, qani. Davay. Bu oson a? Demak, logaritm 1 taqsim 2 asosga ko'ra 8 ni kvadrati bu minus 3 chiqadi. Minus 3 ni kvadratichi minus 9 mi? Ulug'bek? Yo'q. Shunaqami? Aniqmi? Minus 9 emasmi? Ha, bo'pti. Aldanma lekin. Ayt lekin bilmasam endi. O'rgatmenga shu matematikani. Xo'p, qaraymiz. Bu 4 chiqadimi? Ha, 14. Ildizosi 4 dan nima chiqadi? 2 chiqadi. Xo'p, keyingisi 31. Logaritm 3 ko'ra 3 ni minus 3-inchisi. Demak, minus 3 ni 4-inchisi javob 81 ekan. Yaxshi, keyingi misolimiz 32. 3 ildizosi bu 2 ni 8-inchisi 8 chiqadi. Javob 2 chiqadi. Keyingisi. Bu kvadrat 4-inchi darajasi 4 ni kvadrati 16 bo'ladi. To'g'rimi? Yo tezlashib ketdimmi? Xo'p, keyingisi. Xo'p, bunday qilamiz buni. Mana 2 ni kvadrati oldiga tushib keladi. Bu 2 ni minus 5-inchisi. Minus 5 bo'lsa oldiga 1 taqsim bo'lib tushib keladi. Nima darajasi? Demak, 8 taqsimda minus 125. Tushunmay qolay. Hamma tushunarlimi? Minus 5 ga qara. 4 ikkinchisi to'g'rimi?
2'nin ikkinchisi. Bu 2'ning 5-inchisi. Minus 5-inchisi. Shuning uchun suratga 2 yoziladi, mahrajiga minus 5 yoziladi. Chunki bu 2'ning minus 5-inchisi-ku. N kubi bo'lyapti. Ketdi. Tushundingmi? Xo'p, keyingisi. Demak, ildiz ostida minus 2 ko'paygan, bu minus 2 mi deyman mana? A minus 2 bo'ladi. Shunda javobimiz ildiz osti 4. Ildiz osti 4 dan 2 kelib chiqadi. Yetib bordimi? Keyingisi 36. Mana bundan 4 kelib chiqadi. Logaritm 2 asosiga ko'ra 4 ni kvadrati. Bu 2. 2 ni kvadrati 4. Tushundikmi? Keyingisi 37. Bu 9. Logaritm 1 taqsim 3 asosiga ko'ra 9. Bundan minus 2. Minus 2 ku? Ha. Keyingisi. Mana bu logaritm 8 asosiga ko'ra 9 asosiga ko'ra 3 nima degani? 1 taqsim 2 deganimi? Mana bu minus 3 ni 3-inchisi minus 27 degan. Keng tushuntirib beraman. Xo'p, qarang. Mana bu narsa bor-ku. Logaritm 9 asosiga ko'ra 3. Bu logaritm 3 asosining kvadratining 3-inchisi. Shunda 2 oldiga tushib keladi 1 taqsim 2 bu. 1 taqsim 2 logaritm 3 asosiga ko'ra 3 degan. Shunda javob nima bo'lyapti? 1 taqsim. Ya'ni buning ko'rsatkichi 1 taqsim 2 degan. Tushundingizmi endi? Endi shunda logaritm 8 asosiga ko'ra 1 taqsim 2 ni kubi bo'lyapti, to'g'rimi? Mana bunday bo'ladi, qarang. Bu logaritm bu 2 ning nimasi? Kubi. Bu 2-nichi minus birinchisining nimasi bo'lyapti? Kubi bo'lyapti. Minus 1 suratga yozilardi. Mana buchi mahrajga yozilardi. Nimasi bo'lyapti? Kubi. Javob minus 1 taqsim 27 bo'lyapti. Ha, o'zaga turibdi o'shaning uchun. O'zak deb ko'rsatkich turibdi, mana ko'rsatkich deyiladi-da. Ko'rsatkichlar ishlab kelasiz. Bu yerda ishlab borib bo'lmaydi. Mana bu narsa bor-ku, o'zida turibdi degani, logaritm a asosiga ko'ra b bo'lsa, b ni o'rnida mana bu narsa turibdi. Tushundingmi? B ni o'rnida o'sha narsa turibdi degan. Xo'p, keyingisi. Mana logaritm ildiz osti 3 asosiga ko'ra 80. Demak, mana bundan ishlab olishimiz kerak. Logaritm 3 ni 1 taqsim 2-chisimi? Tepachi 3 ni 4-inchisi. Demak, 4 tushib keladi, pastga 1 taqsim 2 bo'ladi. Tepa 8 bo'ldi. Demak, bu logaritm 2 asosiga ko'ra 8 bo'ldi. Buning qiymati 3 ga teng. Tushunarlimi? Keyingi misolimiz. Xo'p, demak, mana bu narsa logaritm 9 asosiga ko'ra 81 bo'lsa, bu 2 bo'ladi. Demak, shunda logaritm 4 asosiga ko'ra 2 ni kvadrati. Endi bunday deymiz. Logaritm 2 ning kvadratini ikkinchisining nimasi? Kvadrati. Mana bu 2 nima bo'ladi bu yoqqa? 1 taqsim 2 bo'ladi. 1 taqsim 2 ni kvadrat. Javob 1 taqsimda 4 ekan. Tushunarlimi? To'xtab turibmi? Xo'p, keyingisi qoida yozamiz. Formula. Formula qoida bir xil ikkalasi ham. Formula. Logaritm a asosiga ko'ra b plus logaritm a asosiga ko'ra s bo'lsa, sizlar buni logaritm a asosiga ko'ra
b ko'paygan s deb yozamiz. Ya'ni asos bir xil bo'lganda plus bo'lyaptimi? Mana bu ko'rsatkichlarni ko'paytirasizlar. Tushuntira oldimmi? Mana bu ikki xil bo'lib, ikkalasini ko'paytirmaylar yoki ikkalasi ikki xil bo'lib a ga b ga s ni qo'shmaylar. Plus bo'ldimi ko'paytiriladi. Asoslar bir xil bo'lish kerak. Boshqa vaziyat mumkin emas. Asosi bir xil bo'lmasa nima qilamiz deysizlar? Asosi bir xil bo'lmasa, bir xil asosga keltiriladi. Tushunarlimi? Yaxshi. Shuning uchun bu yerda asos bir xilmi hozir? Ha? Demak, logaritm 6 teng bo'ladi 2 ko'paygan 3 ga. 2 kara 3 nimani beradi? 6 askar 6. Nimani beradi bu? 1 ni beradi. Tushundikmi formulani? Yaxshi. Keyingi misol javob 1. Keyingi misol javobimiz 2. Hozir ko'ramizdan nechiligini. Demak, logaritm 12 asosga ko'ra 24 ko'paygan 6 bo'ladi. Bu degani menimcha 144 degani. 144 12 nechinchi darajasi? Kvadrat javob 2 ekan. Tushundikmi? Javob. Jahongir. Qarang. Xo'p. Logaritm 6 asosga ko'ra 12 kara 18. Nechini beradi bu? 6 asosga 216. Demak javob 3 ekan. Tushundikmi? Keyingisi. Javob necha keyingisi? Bo'ldi. Keyingisida bilmaymiz. Bu L ga 20 kara 50 degani, L ga 100 degani, L ga 100 degani 10 ni kvadrati 2 deganda bu. Mingmi? To'g'ri, mingku. 3 bo'ladi-da, keyin javob. 1000 bo'lsa 3 bo'ladi. Tushundikmi? Savollar yo'qmi? Qara, logaritm 10 asosga ko'ra 20 plus logaritm 10 asosga ko'ra 50 degani, shundan sening asosing bir xil bo'lsa, logaritm 10 asosga ko'ra 20 kara 50 degani. Shunda bu logaritm 10 asosga ko'ra 1000 degani. 1000 10 da nechinchi darajasi? 3-inchisi, o'shandan kelib chiqqan. Tushundingmi? Keyingisi. Xo'p. Bu ham 1000 bo'ladi. 3 bo'ladimi bu ham? Bunisi-chi? Logaritm 216 12 kara 1 taqsim 2 6 mi? Mana bu 6 ni 3-chisimi? 1 taqsim 3 qoladimi javob? Kim tushunmadi shuni? Tushundikmi? Fatima. Tushundingmi? Qara. Mana shu 1 taqsim 3 qayerdan kelganini tushunmay qoldingmi? Yo mana 6 kelgani qayerdan kelganini tushunmayman. Ikkalasi ham tushunmayman. Qara. Logaritm 216 bu 12 kara 1 taqsim 2 midi? 12 ko'paygan 1 taqsim 2. Mana bu ikkalasi chiqarib ketadi-da. Logaritm 216 ni 6-sinchisi bo'ladi, to'g'rimi? 216 6 nechinchi darajasi? 6 ni 3-inchisi. Shunda mana bu 1 taqsim 3 bo'lib oldiga tushardi, 1 taqsim 3 bo'ladi. Tushundingmi endi? Xo'p, yaxshi. Keyingisi asoslarimiz bir xilmi? Logaritm 1 taqsim 12 asosga ko'ra 6 kara 24. Demak, bu degan logaritm 1 taqsim 12 asosga ko'ra 144 degan. Bu minus 2. To'g'rimi? Keyingisi. Demak, logaritm 12 asosga ko'ra 1 taqsimda 144. Bu degan nima degan? Minus 2 emasmi? Minus 2 ku ham. To'g'rimi? Qoida yozamiz, formula. Formula. Logaritm a asosga ko'ra b minus logaritm a asosga ko'ra s bo'lsa, biz buni logaritm a asosga ko'ra b bo'lingan s deb yozamiz.
Tushundikmi? Logaritm a o'sgara b bo'lingan s deb yozishimiz kerak bo'ladi. Formulamiz shunaqa. Demak, logaritm 3 o'sgara 2 bo'lingan 2 taqsim 27 ekan. Bo'lishni qoidasiga ko'ra logaritm 3 o'sgara 2 ko'paygan 27 taqsimda 2 ekan. Logaritm 3 o'sgara 27 ekan. Logaritm 3 o'sgara 3 ni kubi ekan. Kub oldiga tushib keladi ekan. Shunda javob necha bo'ladi ekan? Tushundikmi? Formula. Minus bo'lsa nima bo'lar ekan? Bo'lish bo'lar ekan. Demak, logaritm 1 taqsim 2 36 ni bo'lamiz 9 ga. 36 ni agar biz 9 ga bo'lsak, javob 4. Bu javobimiz minus 2. Tushundikmi? Yaxshi, keyingisi. Logaritm 2 o'sgara 31 bo'lingan 124. Logaritm 2 o'sgara 1 taqsim 4. Bu degani minus 2 degan. Tushundikmi? Savollar. Keyingisi. Logaritm 0,2 buni bo'lsak 5 mi? 0,2 degani 1 taqsim 5 deganimi? Javob nima ekan? Minus 1 ekan. Tushundikmi? Keyingisi 55. Logaritm ildizosti 2 6 taqsim 3 ildizosti 2. Taqsim deb oldim endi. Bo'lish bir xil-ku. Bo'lib olsam, bu bilan bu qisqarib ketsa logaritm ildizosti 2 o'sgara 2 taqsim ildizosti 2 deganimi? Mana shu joyga e'tibor berasizlar. 2 taqsim ildizosti 2 ni nimadan qutqaramiz? Irratsionallikdan qutqaramiz. Ildizosti 2 ga ikkalasini ham ko'paytirib olaman. Shunda tepada 2 ildizosti 2 bo'ladi, pastimizda 2 ta ildizosti 2 dan bitta 2 chiqadi. Va natijada bu bilan bu qisqarib javobimiz nima bo'ladi? Ildizostida 2. Demak, buning qiymatini o'rniga ildizosti 2 ni qo'yamiz. Logaritm ildizosti 2 o'sgara ildizosti 2 ni qiymati 1 ga teng ekan. Tushundikmi? Savollar yo'qmi? Keyingisi 56. Logaritm 2 taqsim 3 o'sgara 16 taqsim 81. Savol 16 taqsim 81 2 taqsim 3 ning nechinchi darajasi? Barga topinglar. 2 taqsim 3 ni 4-chi. Demak, javobimiz 4 bo'lar ekan. Tushunarlimi hammaga? Savollar. Keyingisi 57. Demak, logaritm 2 o'sgara ildizosti 3 taqsim 8 ildizosti 3. Qisqarib ketadi. Logaritm 2 o'sgara 1 taqsimda 8. Bu minus 3 ekan. Logaritm 5 o'sgara ildizosti 10 taqsim ildizosti 2. Demak, bu degani logaritm 5 o'sgara ildizosti 5. Javob 1 taqsimda 2. Tushunyapsiz-a? Savollar yo'qmi hech kimda? Xo'p, yaxshi. Endi o'zlaringiz ham bir misol ishlanglar qani. 3 ta misol, davay. Xo'p, demak, mana bu ikkalasini bo'lib olsam 2 bo'ladi. Logaritm 6 o'sgara 2 ko'paygan bunisi 18 bo'ladi. Javob 36 bo'lsa 2 chiqadi. Tushunmay qoldingiz. Tushundikmi? Keyingisi 60. 3 bo'ladi. 3 ni 24 ga bo'lsak 1 taqsim 8. Logaritm 2 o'sgara 1 taqsim 8 degani minusda 3 degan. Savollar bormi? Keyingisi
Xo'p. Bu 66 bo'ladi. 66 ni agar biz 22 ga bo'lsak 3 bo'ladi. Logaritm 3 oskar 3 degani 1 deydi. Og'zak degani. Keyingisi. 62. Buni bo'lsak 9 mi? Logaritm 4 ta ko'ra 7 mi? 7 ni ko'paytiramiz 2 taqsim 7 ga qisqarib ketadi. Logaritm 4 ta ko'ra 2 bo'ladi. Bu 1 taqsim 2 degan. Tushundikmi yo'q? Tushunmadingmi? Kings 63. Logaritm 2 asos ko'ra 1 taqsim 5 ko'paygan 10. Logaritm 2 asos ko'ra 2. Bu degani 1 degani. Xo'p, keyingisi. Logaritm 4 asos ko'ra 11 taqsim 2, 4 taqsim 11. Demak, bu ikkalasi qisqarib ketsa, logaritm 4 asos ko'ra 2. Bu degani 1 taqsim 2. Tushunarlimi? Xo'p, keyingisi. Yuz bo'ladi. 100 ni 1 taqsim 4 ga ko'paytirsak, logaritm 5 asos ko'ra 25 2 degan. Yangi qoida. Formulasida A ko'rsatkichda darajada logaritm A asos ko'ra B bo'lsa, buning javobi B bo'ladi. A'lar qisqarib ketib qoladi. Shuning uchun javobi buni nima bo'ladi? 12. Bir xil bo'lmasa o'sha bo'lmaydi. Bir xil bo'lishi kerak. Javobi prosta almashtirsa bo'ladi. Nariyoq bo'ladimi? Bilan 5 javob. Shunday. Almashtirib qo'ysa bo'ladi, keyingisida o'rganadi. Keyingisi javobi. Keyingisi javobi. Keyingisiniki? Keyingisiniki? 12 da. Eden deganligi? Ha, eden. Buni bilmaymiz, ha? Nima qilamiz? Bilmasak, qarang, bunday qilamiz. Bunday qilasizlar. Logaritm ildiz osti 2 asos ko'ra 5 mi? Sizlar buni mana bu 1 taqsim 2 ni oldiga tushirib kelsak 2 bo'lib chiqib keladimi, yo'qmi? Shu vaziyat tushunarlimi, yo'qmi? Mana bu ikkisini oldiga o'tkazamiz. Shunda logaritm 2 asos ko'ra 5 ni kvadrat. Bu degani nima degani? Logaritm 2 asos ko'ra 25 degan. Demak, sizlar yozasizlar mana bu narsani. 2 darajasi logaritm 2 asos ko'ra 25. Javob nima ekan? 25. Ha? Mana bu yerdami? 2 ni 30 olgansiz. Bu 1 taqsim 2 ku. Oldiga 2 o'tib beradi. Tushundingizmi? Hop, keyingisi. Hop, bu degani 2 ning kvadrati logaritm 2 asos ko'ra ildiz osti 7 degan. Mana bu 2 ni bu yoqqa o'tkazamiz. Demak, nima bo'ladi? 2 logaritm 2 asos ko'ra ildiz osti 7 ni kvadrati. Bu ildiz qisqarib ketsa javob nima chiqadi? 7 kelib chiqadi. Tushunarlimi hammaga? Savollar yo'qmi? Keyingisi. Mana bu 5 1 taqsim 2 bo'lsa 2 logaritm 5 asos ko'ra 2 degani. Buning javobi nima ekan? Hamma tushundimi? Mana bu 2 tepaga o'tib ketib 2 ni kvadrat to'g'ri qoladi. Savollar bormi? Keyingisi. Mana buni
2 bu 2 kvadrat. 1 taqsim 10 keladi. 2. 2 ni 25-inchisi. Mana bu 1 taqsim 2 ni ildiz bo'lib boradi. To'g'rimi? 25 ni 1 taqsim 2 darajasi. Bu degani 25 ni 1 taqsim 2 degani bu ildiz osti 25 degani. Ildiz osti 25 dan 5. Tushundingmi? Keyingisi 3 1 taqsim 3 logaritm 3 216 mana bu 1 taqsim 3 darajasi bo'lib boradi. Ya'ni bu 216 ni 1 taqsim 3-inchisi. Bu degani 3 ildiz osti 216 degani. Bundan nima chiqadi degani? 6 chiqadi. Tushunarlimi? Jahongir qilamasan ekan. Xo'p, keyingisi 5 minus 1 deganimi? Minus oldiga chiqadi, 5 as ko'ra 4. Minus son bu yoqqa oldiga boradi. 4 nima darajasi bor? Minus bu javob nima? 1 taqsimda 4. Tushunarlimi hammaga? Xo'p, keyingisi 6 1 taqsim 3 logaritm 6 asos ko'ra 5. Bu 1 taqsim 3-darajasi bo'lib boradi. Demak, 5 ni 1 taqsim 3-inchisi. Ya'ni bu 3 ildiz ostida 5 degan. Baksa? Sinab ko'rdim men. Sinab ko'rdim sizlar. O, aldaysizlar. 6 mana bu 3 bo'lib tushib keladi-yu. To'g'rimi? Oldiga kub bo'lib boradi. 5 ni kubi 125. To'g'rimi? To'g'ri. Bir taqsim bo'lib boradi. Esdan chiq. Keyingisi-chi? 6 minus 2 mi? Logaritm 6 as ko'ra 3. Javob 3 ni minus 2. Javob 1 taqsimda 9. Tushundikmi shuni? Hamma tushundimi? Keyingisi. 3 nima darajasi? 3 ildiz osti 3 bor-ku. Bu 3 ni birinchisi, 3 ni 1 taqsim 2-inchisi. Ya'ni 3 ni 3 taqsim 2-inchisi. Oldiga teskari bo'lib borsa 3 2 taqsim 3 logaritm 3 as ko'ra 64. Tushundikmi shuni? Mana bu 3 taqsim 2-inchisi oldiga teskari bo'ladi 2 taqsim 3 bilan. Shuni 2 taqsim 3 qo'yib o'tadi. Shunda 64 2 taqsim 3-inchisi. Bu 3 ildiz osti 64 ni kvadrat yoki sizlar buni mana kvadratni bor-ku. Kvadratni ipi yozib qo'ysak, bundan nima chiqadi? 4 chiqadi. 4 ni kvadrati 16. Tushunarlimi hammaga? Keyingi misol. Mana bu 1 taqsim 2 nima darajasi? Kvadrati. Endi bu 1 taqsim 2 ning kubi. Kub oldiga nima bo'lib tushib keladi? 1 taqsim 3. Nima qoldi? Logaritm 2 asos ko'ra 1 taqsim 2 asos ko'ra. To'g'rimi? Nima qoldi? 125. Mana 2 taqsim 3 deganimi? 1 taqsim 2 darajasi 2 taqsim 3 logaritm 1 taqsim 2 asos ko'ra 125 bo'ladi. Mana bu 2 taqsim 3 u yoqqa o'tib oladi. Darajaga shunda 125 ni 2 taqsim 3-inchisi yoki 3 ildiz osti 125 ni kvadrati. Bundan 5 ni kvadrati javob 25 ga chiqadi. Hammaga tushunarlimi? Savollar yo'qmi hech kimga? Xo'p, yaxshi. Keyingisi. Buni yaqinda. Plus bo'lyapti. Daraja 2 ni 3-inchisi ko'paygan 2 ni logaritm 2 asos ko'ra 5-inchisi deganimi? 2 ni 3-inchisi necha? 8. 2 2 5. 8 ko'ra 5 javob qanday?
Tushunmang. Mana qara. Plus bo'lyapti. Bu 2 ning 3-chisi ko'paygan, 2 ni logaritm 2 asosga ko'ra 5-inchisi degan. Bundan nima chiqadi? 8, bundanchi 5. 8 kara 5 40. Kvadrat bo'lganda bu. A? Tushunmadim. Nimani? Mana bu 2 mi? Bu 2 mi? Qara jigarlar ey. A ni n plus m inchisi bo'lsa, bu a ni n inchisi ko'paygan, a ni m inchisi bo'ladimi? Shu plus bo'lgani uchun 2 ning 3-chisi alohida yozib oldikda. Hafsalam qildilar. Keyingisi 3 kara logaritm 3 asosga ko'ra yo'q. 3 darajasi logaritm 3 asosga ko'ra 4. To'g'rimi? Bundan 3 chiqadi. 3lar ketdi 4. 3 kara 4 12 chiqadi. To'g'rimi? Savollar yo'qmi? Ketdingiz. 83. 10'da birinchisi xo'p, ko'paygan 10'da minus LJ ikkinchisi. Shunda 10 taqsim 10 asosga ko'ra LJ 2 desam ham bo'ladi ekan. Demak, bundan 10 chiqadi, pastimizdanchi 2. 10 taqsim 2 degani 5. Tushunmay qoldim. Tushunarlimi hammaga? Savollar? Yo'qmi? Yaxshi. Keyingisi. Keyingi misol, yana xuddi shu. 4 ni kvadrat taqsim 4 logaritm 4 asosga ko'ra 5. 4 ni kvadrati 16, buni joyiga 5 javob 16 taqsim 5 yoki 3 butun 1 taqsim 5 mi? 3 butun 2 mi? Variantda. 16 taqsim 5. 16 taqsim 5 mi? Keyingisi. 85. 3 asosga ko'ra 3 logaritm 3 asosga ko'ra 4. Tepada 27, pastimizda esa 4. 27 taqsim 4. Javob 27 taqsim 4 chiqadi. Tushunarlimi? Savollar yo'qmi? Keyingisi. 86. Xo'p. Ikkalasi ham 2 ni darajasi yo'q. Alohida hisoblaymiz. 4 ni kvadrati 4 logaritm 4 asosga ko'ra 3 taqsim 2 ni kubi 2 logaritm 2 asosga ko'ra 6. Tushundiga? Tepada 16 taqsim pastimizda 3 katta kasr chizig'i 8 taqsim 6. Bu bilan bu ko'payadi, bu bilan bu ko'payadi. 16 kara 6 taqsim 8 kara 3. Bu bilan bu qisqaradi 2, bu bilan bu qisqaradi 2, 2 kara 2 4 chiqadi. Yetib boryaptimi? Ya tushunmay qolayotgan bo'lsa aytinglar degan. Keyingisi. 87. Xo'p. 3 logaritm 3 asosga ko'ra 4 taqsim 6 logaritm 6 asosga ko'ra 4 taqsimda 6 dedim. Rozimisizlar? Minus 1 ku 6 bo'ladida. To'g'rimi? Keyingisi. Qayerda dashdim? Mana bu yerdami? 3 ning darajasi yo'q. Aha. Demak, bundan 3, bundan 12. Taqsimda bundan 4. Taqsimda 6. 6 tepa ko'payish bo'ladi. 6 ko'paygan 12 taqsim 4. Bu bilan bu chiqaradi. 3 kara 6 18. Tushunarlimi? Savollar yo'qmi hech kimda? Keyingisi. 88. 12 taqsim
12 logaritm 12 asos ko'ra taqsimda 9 taqsim 3 logaritm 3 asos ko'ra 15. Tushundingmi 9 ligini? Tepada 12 taqsim 4 chiqadi, pastimizda esa 9 taqsim 15 chiqadi. 15 bilan mana bu ko'payadi. 12 kara 15 taqsim 4 kara 9 qisqaradi. Bu bilan bu qisqaradi 3, bu bilan bu qisqaradi yana 3. Yana 3 bilan qisqarsa 5. Javob 5 ekan. Keyingi misol. Sakson to'qqiz. Demak, 9 dedim, taqsim 6 dedim, rozimi? Tamam. Keyingisi 3 kara 10 dedim. 6 pastga tushib keladi. 9 dedim. 6 kara 3 kara 10 dedim. 10'larni qisqartirdim. Xo'p, 3 ga qisqartirdim, 30 qoldi. 30 bilan 6 ni qisqartirdim. 510. 5 qoladi. To'g'ri ishladimmi? Hamma tushundimi? Ha? 3 ko'paytirilgan odamlar tushunadi. Qara. Mana bu 3 chiqadi. Bu plus 1 10 degan. Tushundingmi? Yo'qmi? Qara. 10 L ga 3 ko'paygan 10 darajasi 1 degani mana bu narsa. Mana bundan 3 chiqadi. 3 kara 10 degani. Tushunarlimi? Yana kimda savol bor? Savollar. Yo'qmi? Keyingisi. 90. Xo'sh, shunday qilamiz. 18 ni kvadrat deyman, taqsim 36 dedim. Rozimanmi? Bunisi 3 dedim, taqsim 6 dedim. Rozimi? Ko'paysin, ko'paysin. 18 ni kvadrat ko'paygan 6 taqsim 36 kara 3 dedik. Buni 18 kara 18 320. ko'paygan 6 yo'q, shart emas. 30 oson yo'lda borda. Bu bilan buni qisqartirsa 2 qoladi. Bu bilan buni qisqartirsa 3 bilan 2 qoladi. 2 qoladi, ketdik ko'paydi. Shunda javob 18. Tushunarlimi? Yaxshi, keyingisi. 91. Bunday qilamiz. Qoida yozishim kerak ekan. Qoida kerak ekan. Qoidasi bo'lmaydimi? Qoida yozdiraman. Formula yani. Formula. Qaranglar. Logaritm a asos ko'ra 1 har doim teng bo'ladi 1 taqsim logaritm b asos ko'ra a ga. Formulamiz. Mana. Shunaqa narsasi bor. Logaritm a asos ko'ra 1 teng bo'ladi 1 taqsim logaritm b asos ko'ra a ga. Tushuntira oldimmi? Endi shu vaziyatda biz mana bunday qilib yozamiz. Mana bu 125 asosga ko'ra 125 ni nimasi? 125 nima darajasi? 5 ni 3-chi to'g'rimi? Uni ko'paytiraman nimaga? 1 taqsim 3 logaritm nima? 16 ko'ra 625 ga, to'g'rimi? Bu qaranglar 3 ni, mana shu 3 ni, xo'p, mana shu 3 ni, ya bu 5 edi. Yo'q. Garingiz qo'ying. Shu yerda yozmayman. Nimadir bo'lib qo'yganmish. Ha, yozdim. Boshida ham shu edi. Ya, olgan yo'g'ingiz shu. Shu yerda yozmasmi? Yo'q, yozadi. 3 bilan 3 qisqaradimi? Shu nima bo'ladi? 5
logaritm 16 asos ko'ra, ya bir taqsim. Bir taqsim logaritm 16 asos ko'ra nima bo'ldi? 625 bo'ldi, to'g'rimi? Buni teskari qilsam, mana bu 625 dan 16 joyda o'zgaradi dedimmi? Shunday qilaman. 5 logaritm 625 asos ko'ra 16. Endi shunda bu 625 5 nima darajasi? 4-sinfisi oldiga nima bo'lib keladi? 1 taqsim 4 logaritm 5 asos ko'ra 16 bo'ldimi? 1 taqsim 4 oldiga daraja bo'lib boradimi? Javob 16 ni 1 taqsim 4-darajasi bo'lib qoladimi keyin? Bu degani 4 ni izosi nima degani? 16 deganimi? 4 izosi 16 nima chiqadi degani? Qiyinmikan bu? Qiynmasa, formulasi bor, formulasi ishlatdi. Teskari qilib olish kerak. Tushunarlimi? Yaxshi. Men endi yozaman shu. Qara, qayerda edi? Eslab qol. O'zing ishlaysan shu misol. Davay ishla. Demak, 92-savol qanday ishlashingiz kerak? Buni ishlash uchun bunday qilamizda, bolalar. Qaranglar. Xo'p. 3 ko'paygan logaritm 3 asos ko'ra 3 ildiz osti 5 bo'ladi. Shunga rozimisizlar yo'qmi? Yo norozimisizlar? Rozimi hamma? Ildiz ostida 5 3 ildiz osti. Mana joy almashib oldi, tepaga chiqib oldi. 3 ni oldiga qo'yib qo'ydim. Shunda bu 3 ni bu yoqqa o'tib ketsa, qisqarib ketadimi? 3 ildiz osti 5 ni kubi javob 5. Tushunarlimi hammaga? Savollar? Qara. Qara. Xo'p, 3 mana 3 oldiga yozaman. Bu bir taqsim bo'ladi, to'g'rimi? Joy almashib olsa, logaritm 3 asos ko'ra 3 ildiz osti 5 bo'ladi, to'g'rimi? Tushundingmi shu joy? Ana suratdagi 3 bu yoqqa tushirsa bo'ladi. Qaysi 3? Mana bu 3 mi? Oldi ko'payishib tushyapti-da. Tushundingmi? Boyagi formula ishlayapmiz. Logaritm a ko'ra b teng 1 taqsim logaritm b ko'ra bor-ku o'sha. Teskari aylanib ishlaydi. Shunda mana bu 3 tepaga o'tib oladi. 3 logaritm 3 asos ko'ra 3 ildiz osti 5 ni 3-darajasi. Mana bular ketadi-da. Bu 3 bilan bu 3 ham qisqarib 5 chiqadi. Tushundingmi endi? Keyingisi. Xo'p. Bu degani 11 ni 1 taqsim ikkinchisi ko'paygan 2 taqsim logaritm 36 asos ko'ra 11. 2 bilan 2 ketadi. Logaritm 11 asos ko'ra 1 taqsim logaritm 36 asos ko'ra 11. Demak, logaritm 11 asos ko'ra o xato ketdimi? Mana bu 11 da. Shunda Birlik ketadi. Shunda 11 logaritm 11 asos ko'ra 36 bilan javob 36. Tushundikmi? Ha? Bilganmi? Keyingisi. Kelib turibdimi deyman. 36 1 taqsim 2 logaritm 36 asos ko'ra 25. 1 taqsim 2 oldiga o'tadi. 36 lar ketadi, 25 1 taqsim 2 javob 5 chiqadi. Sizlar birdan joyda yozib ketyapsizmi mana? Uyda ham bir narsa qilish kerak, garanglar. Shuni ishlab ketyapti. Ko'chir. Logaritm 9 ikkinchisi 2 logaritm 9 asos ko'ra 4. Javob 1 taqsim 16. Tushundikmi? Keyingisi
Qoida yozamiz. Formula. Logaritm a asos ko'ra b ko'paygan logaritm s asos ko'ra d bo'lsa, sizlar buni o'rnini almashtirishlaring mumkin. Ya'ni sizlar buni logaritm s asos ko'ra b ko'paygan logaritm a asos ko'ra d deb yozishingiz mumkin. Ya'ni ikkalasini koeffitsiyentlarni o'rnini almashtirib yozish mumkin. Tushuntira oldimmi yo'qmi? Seni bu yoqqa, aqlni yoqqa yozish mumkin. Ha? Argumentlar için. Faqat qayt. Farqi yo'q. Almashora yo'q. Farqi yo'q. Buni bo'lsa Bo'la bo'lsa bo'lmaydi. Ko'paytirishda shunday. Tepadagi o'shaning ishlarida formani bering. Hozir mana qarang. 3 bilan mana bu 3 ta joylanmasi. Logaritm 3/3 ko'paygan logaritm 2/4 bilan buni qiymati nimaga teng? 1. Javob buni qiymati javob 2. Ha, bir chiqadi. Tushunarlimi hammaga? Keyingisi ana almashtiraylik. Logaritm 25 5 logaritm 3 81. Shunda 1/2. Bunda 4. Javob 2. To'g'rimi? Vaqtimiz Ilgiramizmi? Xo'p, yaxshi. Logaritm 3/9, logaritm 2/16. 16. Bundan 2, bundan javob 8. Keyingisi 8 ishlash kerak ekan. Logaritm 81/27 ko'paygan 4/8. Mana bundan 3 oldiga tushadi. Bundan 4 chiqadi. Bundan 3 tushadi, bundan 2. Javob 9/8. Tushunmay qolmaydi. Ha? Hamma tushundimi? Tushuntiraymi? Mana 3 ni 3-inchisi 3 darajasi oldiga tushadi. 81 3 ni 4-inchisi 4 pastga tushadi. Shunda 3/4 bo'ladi. Bu 2 ni 3-inchisi 3 oldiga tushadi. Bu 2 ni kvadrati. 2 pastga tushadi. Shunda hisoblab qo'yish. Tushundingmi? Keyingisi 100. Skopkaga? Yo'q. Qara. Mana bu bunday bo'ladi. Hammasini bitta surib boraman. Mana qara. Logaritm mana buni 3/3 deyman. Bunisini logaritm 4/4 deyman. Bunisini logaritm 5/5 deymiz. Bunisini logaritm 6/6 deymiz. Bunisini logaritm 7/7 deymiz. Oxirgisini mana 2 8 qoldi. Logaritm hammasi 1 qisqarib ketdi. 1. Javob 3. Yoki bunday qisqartirishlarga bo'ladi. Mana bular bu. Tushunarlimi? Yaxshi. Demak, bolalar, biz mana shunaqa tartibda boshlaymiz endi. Savollarni ozgina muammo bo'lgan ekan mikrofonda. Undan oldingi videolarimizda xudo xolasa endi muammo bo'lmaydi. Birinchi misol qanday ishlashimiz kerak. Xo'p, biz bilamizki, boya o'rgatdim. 20 bilan 20, 15 bilan 15, 10 bilan 10 qisqaratdi. Demak, boshi bilan logaritm 25 asos ko'ra 5. Bu demak bu 1/2 ga teng kelib chiqadi. Bo'ldi, bu ketdi. Demak, keyingi misolimiz bizga 1/2. Buni qanday ishlashimiz kerak? Bu ham demak logaritm 9 asosga ko'ra 27 deyman. Keyingisini logaritm 2 asosga ko'ra 16 deyman. Keyingisini logaritm 1/25 asosga ko'ra 25 deymiz. Endi shunda mana bu logaritm 3 asosga ko'ra kvadrati, bunisi 3 ning kubi. Keyingisi bu to'rtligi kelib chiqadi aniq. Keyingisi esa
logaritm 5 asosi skora 3, 5 asosi skora 2. Shunda mana bu 3 oldinga tushadi. Bunisi 1 taqsim 2 bo'ladi. To'g'ri ko'paygan 2 bo'ladi, taqsimda 3 bo'ladi. Shunda mana bu bilan mana bu qisqarib, bu bilan bu qisqarib, demak to'g'ri javobimiz 4 ni o'zi qolib ketadi ekan bo'ldi. Keyingisi 103-misol. Buni ishlashimiz uchun nima qilamiz? Demak, mana bu bilan bu hisoblansa 3 qoladi, bu bilan bu hisoblansa 2 qoladi. 3 kara 2 6 bo'ladi. Logaritm 6 asosi skora 6 bu nimaga teng? 1 ga teng ekan. Xo'p, demak, keyingi misolimiz, demak, bu yerda mana bu yerda 2 chiqadi, uni ustida ham 2 kelib chiqadi. Logaritm 2 asosi skora 4 bo'ladi. Demak, javob 2 bo'ladi. Tushunarlimi hammaga? Tushunmasang bo'lmaydi bolalar, tushunib turinglar. Tezroq o'rgataman. Xo'p, mana bu 3 chiqadi bu ikkalasidan. Bu ikkalasidan ham 3 chiqadi. 3 kara 3 logaritm 3 ning 9-si bu demak 2 kelib chiqadi. Xo'p, demak, keyingisi 106. Mana bundan 16 kelib chiqadi, bundan 4 kelib chiqadi. Ha, mana bu 4 bo'ladi, bu 16 bo'ladi, to'g'rimi? 20 bo'ladi ikkalasi. 20 logaritm 20 skora 21, bundan nima chiqadi? 21 kelib chiqadi. Keyingisi. Xo'p, mana bundan 2 kelib chiqadi, bundan esa mana bu 3 bu yoqqa o'tadi-da, 2 ning kubi. 2 ning kubi bizada necha? 2 ning kubi bu 8. Ya'ni buni qiymati 8 bo'ladi. 8 ga 2 ni qo'shsak 10 bo'ladi. Logaritm 10 asosi skora 5 bo'ladi. L ga degan, 10 degan. Shunda javobimiz nima ekan? 5 ekan bo'ldi. Tushunarlimi? Tezroq tushuntiryapman. Endi rozi bo'lasizlar. Siz tez tushuntiryapsiz demanglar. Sababi oson misolni oson ishlaymiz. Demak, mana bu qiymat 3 ekan. Mana bu 2 oldinga o'tib olsa, 3 ning kvadrati 9 ekan. 9 ga 3 qo'shilsa 12 ekan. Qavsicha 12 bo'ldi. Logaritm 12 asosi skora 8. Buning javobi 8 bo'ldi. Keyingisi 109. Bu 25 taqsimda 25 logaritm 5 asosi skora 2 bo'ldi. Minus 2 ning kvadrati bo'ladi. 2 ning 1 taqsim 2 ning kvadrati bu 1 taqsim 4 jigarlar. Endi mana tepada 25 taqsim mana bu 5 ni kvadrati logaritm 5 asosi skora 2, to'g'rimi? Minus nimasi ham bor? Oxirida 1 taqsim 4 ham bor bo'ldi. Mana 2 mana bu yoqqa chiqsa 4 bo'ladi-da. Shunda 25 taqsim 4 qoladi. Minus 1 taqsim 4 bo'ladi. Shunda javob 24 taqsim 4, buni javobi 6 bo'ladi. Keyingisi. Xo'p. Mana bu demak 2 ni 5-si, mana bu esa 2 ni kvadrati. Oldiga 1 taqsim bo'lib tushib keladi. Logaritm 2 asosi skora shoshmanglar. Undan boshqa usul yo'qmi bolalar? Undan boshqa usul bor ekan. Mana bu 4, mana buni o'zini yozib oling. Mana shuni o'zini yozib oling. Mana bu yoqqa. Logaritm 4 asosi skora 3 minus xo'p 0.3 logaritm 2 asosi skora 3. Shunda bu 1 taqsim 2 logaritm 2 asosi skora 3 minus 0.3 logaritm 2 asosi skora 3. Ikkalasida ham mana bu 0.5 degani 1 taqsim 2 degani. Logaritm 2 asosi skora 3 minus logaritm 2 yo'q 0.3 logaritm 2. Endi qaranglar. Mana bunaqa. Mana bu shoptali, bu ham shoptali. 0.5 ta shoptalidan 0.3 ta shoptalini ayirsak 0.2 ta shoptali qoladi. Demak, bu 0.2 degani mana bu oldiga chiqadi degan. Ya'ni bu degani logaritm 0.2 turaversin mana. Ha. 0.2 turaversin. Bu asosda edi mana 32 asos turadi. Ya'ni 32 darajasi 0.2 logaritm 2 asosi skora 3. 32 bolalar, bu 2 nechinchisi? 2 ni 5-si darajasi 0.2 logaritm 2 asosi skora 3. Mana bu 5 bilan mana bu ko'payami ikkalasi. Shuni 2 5 kara 0.2 bu 1 bo'ladi, logaritm 2 asosi skora 3 bo'ladi. Javob nima bo'ladi? 3 bo'ladi. Ketdi. Keyingisi. Xo'p, buni ishlashimiz uchun nima qilamiz? Buni ishlash uchun xo'p, nima qilsak bo'ladi? Bunday qilsak bo'ladi. 9 bu yozib olaman. Logaritm 3 asosi skora 12 deyman. Minus 0.5 deyman. 9 3 ning kvadrati oldiga 1 taqsim 2 o'tib keladi.
ko'paygan logaritm 3 asos ko'ra 16 bo'ladi. 3 asos ko'ra 16 bo'ladi. Endi biz buni nima deymiz? Logaritm 3 asos ko'ra 12 minus 1 taqsimda 4. Logaritm 3 asos ko'ra 16. Men bu darajaga o'tkazaman men bu narsani. Men buni darajasiga o'tkazamiz. Mana shu narsani ham darajasiga o'tkazamiz. Logaritm 3 asos ko'ra 12 minus logaritm 3 asos ko'ra 4 ilizosida 16. Logaritm 3 asos ko'ra 12 minus logaritm 3 asos ko'ra 2. Shu ikkalasi bo'linib ketsa, logaritm 3 asos ko'ra 1 xil bo'ladi. Bu 12 taqsim 2. 12 ni 2 ga bo'lamiz. Bu logaritm 3 asos ko'ra 6 degan. Demak, mahrajimizda 27 edi. 27 logaritm 3 asos ko'ra necha ekan? 6 ekan. Shunda 27 3 ni kubi, demak 3 logaritm 3 asos ko'ra 6. Mana bu oldiga chiqib oladi. Shunda 3 logaritm 3 asos ko'ra 6 ni kubi. Shunda 6 ni kubi javob, ya'ni bu 216. Keyingisi 112. Men bilamizki 1 taqsim teskari qiladi. Ya'ni biz buni logaritm 120 asos ko'ra 3 plus logaritm 120 asos ko'ra 2 plus logaritm 120 asos ko'ra 4 plus logaritm 120 asos ko'ra 5 desak bo'ladi. Hammasini asosi bir xil. Ko'paytiriladi. Logaritm 120 asos ko'ra 3, 2, 4, 5. Ya'ni bu logaritm 120 asos ko'ra xo'p 20 120 bo'ladi. Demak javobimiz 1 bo'ladi. Keyingisi ham xuddi shunaqa. Ko'paysa, ko'payib ketadi. Ya'ni bu logaritm 420 asos ko'ra 5, 6, 2, 7 ko'paysa, bu ham 420 bo'lib turib 1 chiqardi. Bu faktorial. Bunday bo'ladi. Bu hozir logaritm 10 faktorial asosga ko'ra suratlar ko'payadi. 2, 3, 4 va hokazo 10 gacha ko'payadi. Mana bu 1 ham qo'shib qo'ysak bo'ladi, hech narsa o'zgarmaydi-da. 1 ni qo'shsak ham hech narsa o'zgarmaydi. Ya'ni 1 da ko'paytirdik degan, 1 da bo'ldik degan. Xo'p, mana 10 faktorialmi? Bu ham logaritm 10 faktorialni 10 faktoriali. Ha, buning qiymati 1 ga teng ekanda bu. Tushundikmi? Teskari qilib oldik, ko'paytirib oldik. 2 mana bu 2, 3, 4 va 10 gacha ko'paytiriladi. 2, 3, 4 10 gacha ko'payib, 1 ni ko'paysam hech narsa bo'lmaydi. 1 dan 10 gacha ko'paytmi? 10 faktorial degan. 10 faktorial 10 logaritm 10 faktorial 10 faktorial bu 1 degan. Keyingisi ham menimcha shunday bo'lsa 25 gacha boryapti. 25 faktorial bu ham qiymat 1 degan. Xo'p, keyingisi. Xo'p, demak biz bilamizki nima bilamiz? Biz hech narsani bilmaymiz, bunday bilamiz. Bunday bilamiz, qarang. Logaritm lig deymiz. Lig mana bu kvadratni lig hozir bu 2 ni 4-inchisi deganda 16, to'g'rimi? Kvadrat. Shunda bu bo'ladi 4 lig 2 ni kvadrati bo'ladi. Kvadrat ta'sir qildirsak 16 ta lig 2 ning kvadrati bo'ladi jigarlar. To'g'rimi? To'ppa to'g'ri. Endi mana bunga e'tibor beramiz. Bu lig 2 ning kubini kvadrat degan. Kub 3 oldiga tushib kelsa 3 lig 2 ni kvadrati bo'ladi. Shunda bu 9 lig kvadratning ikkinchisi bo'ladi. Xo'p, mana bu yerda lig 2 ni demak 5-inchisi. Demak, shunda 25 lig 2 ni kvadrati. Shunda bu 25 emas, 25 emas qoladi. Mana bu yerda qoladi 20. Mana. Shunda bu 25 lig kvadrat 2 bo'ladi. Yana qaytamiz bu. Mana buni bunga qo'shishimiz kerak edi. Suratda mana ikkalasi qo'shilgan. 16 taga 90 ni qo'shsak 25 ta lig kvadrat 2 bilan pastimizda 25 ta lig kvadrat 2. Ikkalasi shuni bir-biri bilan xayrlashadi. To'g'ri javob nima bo'ladi jigarlar? To'g'ri javobimiz nima bo'ladi ekan? 1 bo'ladi. To'g'rimi? Bo'ldi mana. O'zlarini ko'chirib qo'yasizlar. Keyingisi ham xuddi shunaqa, qaranglar. 3 ga keltirishimiz kerak. 3 ning kvadrati 2 bo'ladi. 2 oldiga tushib kelsa 4 ln kvadrat 3
Bu 4-inchisi 4 oldiga tushib ketsa 16 bo'ladi. 16 ln kvadrat 3 bo'ladi. Mana bu ham 3. Pastimiz esa 3 ning kvadrati bo'lsa 3 ning kvadrati 9, 9 ln kvadrat 3 bo'ladi. Demak, tepani qo'shsak 20 ln kvadrat 3 ga pastimiz 9 ln kvadrat 3 ni qo'shsak, ikkalasini hisoblasak 20 taqsim 9 ga tengligi kelib chiqadi. Keyingisi. Xo'p, 118. Bu 5 oldinga tushadi. 5 ning kvadrati bu 2. Demak, 5 ning kvadrati 2 oldiga tushib ketsa 4 ta ln logaritm 2 asqora 5 ning kvadrati bo'ladi. Plus bunisi 5 ning 3-inchisi, 3 oldiga chiqib ketsa 9 ta ln 2 ning 5-inchisini 3-inchisi bo'ladi. Taqsim pastimizda logaritm 2 asqora kvadrat 5. Demak, tepada 13 ln emas, logaritm 2 asqora 5 ning kvadrati taqsim logaritm 2 asqora kvadrat 5. Ikkalasi xayrlashsa javob 13 chiqadi. Demak, nechinchi misol? 18-misol tekshiraylik. On 20 taqsim to'g'ri. Xo'p, keyingisi. Xo'p, demak, keyingisi. Bu ham tushib keladi. 2 ning 3-inchisi kub ta'sir qiladi bunga endi. Kub ta'sir qilsa, ya'ni bu hozir qaranglar. 2 ning 3-inchisi to'g'rimi? 3-inchisi oldiga tushib kelsa, 3 ni kubga ko'tarishimiz kerak. Mana bu yerda 27 bo'ladi. Ya'ni 27 lj deyiladi. Kub 2 plus bunisi 32 5-daraja. 2 ning 5-inchisi. 5 oldiga kub bo'lib tushib keladi. 5 ning kubi 125. lj kub 2 bo'ldi. Tushunarlimi? Taqsim. Mahrajimizda esa bu 2 ning kvadrati. 2 ning kvadrati bo'lsa 2 oldiga tushib ketdi 8 bo'ladi. 8 lj kub 2. Demak, tepani qo'shamiz. 142 bo'ladi. 142 152 lj kub 2 taqsim 8 lj kub 2. Mana bilan bu qisqarib ketsa 152 ni 8 ga bo'lishimiz kerak. Bittadan 8 7 72 bo'lsa agar 9 dan 19 bo'ladi. Javob tekshiramiz. Xo'p, 19 to'ppa-to'g'ri. Tushunarlimi bo'ldi? Shuni tushib keldi-da, xullas, mana 8 bo'lyapti-ku. 2 ni kubi bo'lyapti-da. Kub oldinga tushyapti, 27 bo'lyapti. Mana 35. 2 ning 5-inchisi 5 oldiga tushyapti-da, 125 bo'lyapti. 4 bor-ku. 4 2 ning kvadrati 2 oldiga tushyapti-da, kubini ko'tarsak 8 bo'lib ketyapti. Keyin oxirida qisqarib ketdi. Ikkalasini qo'shib olyapmiz osonga. Keyingisi ham mana. Mana 5 ning kvadrati, to'g'rimi? 5 ning kvadrati 2 oldinga tushib kelsa kvadrat 2. 2 ning kubi 8 da logaritm 2 asqora 5 ning kubi bo'ladi. Plus bunisi ham 5 ning nima darajasi? 5 ning kubi, kubni kubi bo'lib, 3 ni 3 oldinga tushsa, 3 ning kubi bu 27. 27 lg 2 asqora 5 ning kubi taqsim. Xo'p, mana bu 5 ning 4-inchisi 4 oldinga tushib kelsa, 4 ning kubi bo'ladi, 64 bo'ladi. 64 lg bo'ladi. Lg 2 asqora kubni 5-inchisi. Demak, xo'p, ikkalasini qo'shamiz 35 taqsim 64. Mana misol yechildi. Tekshiramiz 120-misol. 135 taqsim. Demak, keyingi miyani qisib tashlaydigan savol. Xo'p, yaxshi, maydalab tushuntiramiz. Demak, buni qanday ishlashimiz kerak? Xo'p, buni ishlaymiz. Bu 3 ni kvadrati ko'paygan 3 logaritm 3 asqora 2 degan, to'g'rimi? Plus bo'lgansa ko'paytirsa shunaqa bo'ladi. Mana buni qiymati 9 ga teng, bunisining qiymati esa 2 ga teng. 9 kare 2 bu necha bo'ldi? 18 bo'ldi. Yaxshi, bu ketdi. Endi buni hisoblab olamiz. Biz bilamizki, mana bu narsa teskari almashsa bo'ladi. Ya'ni biz buni 2 1 taqsim 3 turadi. Logaritm 2 asqora 27 bo'ladi. Shunda mana bu shunday oldiga tushadi. 2 logaritm 2 asqora kub ildizi osti 27 bo'ldi.
Shunda bizaga buni javobi kubul izosi 27 chiqadi. 27 dan bizaga ne chiqadi? 3 chiqadi. Demak, hammasini o'qishamiz. 18 plus 3 plus 4 ni qo'shamizni, o'shani 0,5-darajasi. Demak, bu mana bu 25 chiqadi. 25 ni 0,5-darajasi bu bizaga 5 degan. Xo'p, keyingisi. Bu misolni qanday ishlashimiz kerak? Buni ham boya aytganimdek, 25 bu biz bilamizki 5 ni kvadrati shartdan emas ekan u 25 1 taqsim 4 logaritm 5 asosga ko'ra 81 bo'ladi. Shunda mana 1 taqsim 4 mana oldiga o'tadi-da 25 logaritm 5 asosga ko'ra 81 ni 1 taqsim 4-inchisi. Yoki bolalar qaranglar, mana shu yerda adashib ketdi, chunki 1 taqsim 4 logaritm 5 asosga ko'ra 81 bo'lganda agar mana o'tib ketadigan bo'lsa 25 bo'lishi kerak edi, 5 bo'lyapti. Shuning uchun mana buni 5 ga keltirishimiz kerak. 25 ni 5 ga keltirishimiz uchun men 5 ni kvadrati ko'paygan 1 taqsim 4 logaritm 5 asosga ko'ra 81 deyman. Shunda bu bilan bu qisqarib ketadi. 5 1 taqsim 2 logaritm 5 asosga ko'ra 81 bo'ladi. 1 taqsim 2 oldinga o'tib oladi. Bu 81 ni 1 taqsim 2-darajasi. Bu ildiz 81 degan. Bundan demak bizaga 9 degan qiymatli kelib chiqadi. Buni ham xuddi shunday ishlaymiz. Buni biz 0,2 ni men 5 1 taqsim 5 deyman. Darajasi ketdik. 1 taqsim 4 mana bu. 1 taqsim 4 ko'paygan, ana teskari almashib oladi. Ya'ni bu logaritm 5 asosga ko'ra 81 bo'lib oladi. Endi mana shu vaziyatda biz buni 5 ni minus 1 taqsim 4-inchi deyman. Ko'paygan logaritm 5 asosga ko'ra 81 deymiz. Shunda bu 81 ni minus 1 taqsim 4-inchisi bo'ladi. Bu degani 1 taqsim 81 ni 1 taqsim 4-inchisi degani. Bu degani 1 taqsim 4 ildiz 81 degani. Bu degani 1 taqsim 3 degani. Ikkalasi ko'payishi kerak. 9 mana bu 9. 9 ga 1 taqsim 3 ko'payishi kerak. Demak, to'g'ri javobimiz 3 kelib chiqadi. Like bosinglar. Keyingisi. Men aytdim, mana bu oldinga tushsa kubga ko'tarilib tushiladi. 2 ni kubi 8 lj kub x bo'ladi. Bunisi ham 3 ni 4-inchisi bu 81 ko'paygan lj 4x bo'ladi. Shunda mana bilan bu qisqarib ketsa 8 taqsim 81 lj x bo'ladi. Mana bu yerda. Demak, bu x ni bu hozir lj bo'lsa, bu x ni 27 taqsim 4-inchisi oldiga prosta tushib oladi-da. Bu demak 27 taqsim 4 lj x bo'ladi. Mana buni mana ikkalasini ko'paytirishimiz kerak. Demak, 8 taqsim 81 lj x ko'paygan 27 taqsim 4 lj x bo'ladi. Nimadir bo'ldi. Xo'p, bu bilan bu qisqaradi. Mana bu bilan bu qisqarsa 3 qoladi. Bu bilan bu qisqarsa 2 qoladi. Demak, javob 2 taqsim 3 tekshirib qo'yaman. 123-misol. To'ppa-to'g'ri. Keyingisi ham xuddi shunaqa. Demak, ketdik. 3 ni 4-inchisi bu 81, 2 ni 6-inchisi bu 64. Pastimizda demak ln 4x, pastda ln 6x, bu yoqda kvadrat ko'tarilib keladi. 4 taqsim 9 degani mana bu. 4 taqsim 9 shuni kvadrat bo'lib tushib keladi. Bu 16 taqsim 81 bo'ladi. Ko'paygan ln kvadrat x qoladi. Endi shunda qaranglar. Mana bu qisqarib ketadi. 81 dan xayrlashadi, bu bilan xayrlashsa 1 taqsim 4 tekshiramiz. To'ppa-to'g'ri. Keyingisi. Xo'sh, endi bu ham boyagidek ishlanadi. Naborot teskari qilib olinadi. 12 ko'paygan 1 taqsim 3 logaritm 3 asosga ko'ra 64 bo'ladi. To'g'rimi? 64 bo'ladi. Endi bu bo'ladi 12 logaritm 3 asosga ko'ra 64 ni 1 taqsim 3-darajasi bo'ladi. Bu degani 12 logaritm 3 asosga ko'ra 1 taqsim 64 1 taqsim 3-dan 4 chiqadi. Mana shunday qolsin. Endi mana bu narsa. 1 taqsim 4 ko'paygan, ana tepamiz 1 taqsim 3 logaritm, demak bizaga logaritm
3/64 degan. Demak, tepaga ham o'tib oladi anavilarsa. Tepaga o'tib oladida, tepaga o'tsa, demak 1/4 logaritm 3/64 1/3 bu 4 chiqadi. Shunda buni javobi 4 ni minus logaritm nima darajasi? Xullas shunaqa. 4 ko'paygan minus logaritm 3 darajasi 4. Endi qaranglar jigarlar. Formula yozib beraman. Bunaqa formulamiz bu. A logaritm b asoskora s bo'lsa yozib qo'yinglar kundalik daftarlaringga. S logaritm b asoskora a ga teng qilsa bo'ladi. Ya'ni mana bu yerdagi ikkita ko'rsatkichni joyini o'zgartirsak bo'ladi. Shunda menda tepada nima qoldi? 12 ko'paygan logaritm 3/4 ni ko'paytirishim kerak. Bu yoqda 4 yoki mana bu narsani o'zini yozsam bo'ladi jigarlar. Mana buni o'zini yozsam bo'ladi. 1/4 logaritm 3 asosga ko'ra 4 desak bo'ladi. To'g'rimi? Endi qaranglar. Vobshe mana bu formula ham kerak emas ekan. Chunki nima uchun? Chunki ikkalasi ham darajasi bir xil. Bir xil daraja bo'lsa, bir xil daraja ko'rinishda yozsak bo'ladi. Logaritm 3/4. Endi mana bu bilan bu qisqarib ketsa 3 chiqadi. 3 logaritm 3/4. Demak, javob nima ekan? 4 ekan. Videoni yana qayta ko'rib qo'yinglar. Mana formulani baribir kerak, kelajakda kerak bo'ladi. Hozir ishlatmadik. Bu kerak bo'lib qoladi. Mana shunaqa ishlar. Keyingisi bizga 126. Mana bu soni bu sonidan qanchaga ortiq? Qanchaga ortig'ini bilish uchun bir-biridan ayirish kerak. Demak, bir-biridan ayiradigan bo'lsak, asoslar bir xil, demak darajalar bo'linadi. Logaritm 2/a ni 32-si taqsim logaritm 2/a ni 4-si. Demak, tepadan 32a ni logaritm 2/a bo'ladi, pastimizda 4 logaritm 2/a. Xayrlashamiz, demak 8 bo'ladi. Demak, logaritm 4/8 biz bilamiz 3/2 ga teng. Xo'p, baraka topinglar. Endi mana oxirgi misolimiz. Demak, bular ham sondan qanchaga ortiqligini bilish uchun bir-biridan ayirishimiz kerak. Ayirsak, logaritm 5/a bo'linma bo'ladi. Logaritm 3/a ni 45-si taqsim logaritm 3/a ni 9-si. Demak, 45 bilan 9 qisqarib ketadi jigarlar bu yog'i. 5 qoladi. Logaritm 5/5 bizda 1 ga teng. To'ppa-to'g'ri. Like bosishni unutmanglar. To'g'ri javob demak 1 ekan. Oxirini tekshirib qo'yaylik. 1 bilan 1 chiqdi ikkalasi ham. 126 bilan 126. 1 va 3/2 to'g'ri. Xo'p, hammaga omad, charchamanglar.